ona bola, onasi bo'g'ozdan ko'rsatamiz. Farzandlari enasi ikkinchi tug'ish, qo'lidagi uchinchisi. Enasi to'rayli bo'g'oz ichsa. Tishini aytasizmi? Mana tishini ochib ko'rsataman. 6 tish. Mana 6 kurak. Tishlardan qattiq bo'lsa pulingizga 2 baravar qilib beraman. 12 litr sut beradi. Narxini sizga bomba qilib aytaymi? Ena bola 15 million so'm. Olasizmi? Shoshiling. Telefon raqamini yozing. 120 cm enasiniki, bolasiniki 108 cm. Olishdan avval sotishni o'ylab olish kerak. Ishonavering, o'shanda yutqazmaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Lutfullo mana kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun ona bola, onasi bo'g'ozdan ko'rsatamiz. Hurmatli chorva ishqibozlari, enasi ikkinchi tug'ish, qo'lidagi uchinchisi. Enasi to'rayli bo'g'oz, bolasi g'unajin. Hurmatli chorva ishqibozlari, ko'rib turganingizdek, sigirimizning bo'yi 120 cm, bolasiniki 108 cm. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Mana shu mollarni bir paytlar eslagan bo'lsangiz, bundan 3-4 yil oldin 13 million kami bor, 14 million kami bor degan. To'g'rimi? Mana shuna turishga borib nechga ketasiz. Sog'inlarni qarang, yumshoqqina fo'rlab chiqadi suti. Mana. 4 talasini ham sog'ib ko'rishingiz mumkin. Yumshoqqina mana. Qarang, bir pasga yerga sut to'lib ketdi, olqimaydigan. Mayli, men 4-chisini ham sog'ib ko'rsatib beray bo'ldi. Shovullab chiqadi so'skalardan. Qattiq bo'lsa pulingizga 2 baravar qilib beraman. Hurmatli chorva ishqibozlari, hurmatli Lutfullo kanali a'zolari, ena bolamiz, gap qisqa qilamiz. 4 oylik bo'g'oz enasi. Xo'p, ikkinchi tug'ish, qo'lidagi uchinchisi. Tishini aytasizmi? Mana tishini ochib ko'rsataman. 6 tish. Mana 6 kurak. Lekin 8ni yengil, 7ni yengil yorib qo'ygan. Bu tomonni ko'rsating. Ana 8ni yengil yorib qo'ygan. Molimiz 6 kurak, 1 2 3 4 5 6 ta. Hurmatli chorva ishqibozlari, hurmatli Lutfullo kanali a'zolari. Bolasi novoz degilarim kelib ketadi, ishonavering. Lekin g'unajinda. Qarang, bolasi 108 cm, onasi 120. Mahsuloti ishonavering, 6 litrga oling. 10 litr suti bor, ko'ring. Molli deb sizga yolg'on gapirish foydasi yo'q. Chunki Lutfullo kanali aldamaydi. Hurmatli chorva ishqibozlari, mahsuloti 6 litr, enasi to'rayli bo'g'oz. Pulini aytasizmi? Pulinimi? 15 million enasi, 10 million bolasi. O'shanda 20 million 25 million bo'ladimi? Men sizga 25 emas, 24 million so'm kami bor. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari 97 kodi bilan 033 0316. Ko'rib turganingizdek, hurmatli chorva ishqibozlari, Lutfullo kanali sizlarga bu sigirni batafsil ma'lumotni aytib o'tdik. Enasini bo'yi 120, bolasiniki 108 cm, 6 litr sutga, yeb ichishdan jon sog'likka hammasi joy-joyida. Avvalambor narsa garantiya berib bo'lmaydi sutiga. Men buni sizga 12 litr sut beradi. Narxini sizga bomba qilib aytaymi? Ena bola 15 million so'm. Olasizmi? Shoshiling. Telefon raqamini yozing. Deb men sizga yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Akan chatilni aniq ma'lumot qarang. Enasini bo'yi 120, bolasiniki 108 cm. Molimizda 6 litr suti bor. 6 litr suti bor. Hamma o'zingizni ko'rsatmaysiz, unaqa degan ekan, men o'zimni ko'rsataman. Bu mana ofsim. Ofsim ko'rib turibsiz. Lutfullo kanalining ofisi. Hurmatli chorva ishqibozlari, sigirimiz qaytadan aytaman. 120 cm enasiniki, bolasiniki 108 cm. Yog'onligi yaxshi. Sog'inlarni ko'rdingiz o'z videoda. Xo'p, 6 litr suti bor. Sutiga garantiya bermayman. Chunki oq narsaga men garantiya bermayman. To'g'ri tushunasizlar. Lekin o'zim 6 litr sog'dim. Ishonsangiz agar. Ishonmasangiz endi yo'q Allohdan. Mol qancha ko'p ovqat bersa shuncha sut beraveradi. Lekin yeb ichish, tan jon sog'ligi, u tomonligi garantiyasi bor. 7 kun mobaynida molimiz yemasa, ichmasa bizni tan. Ishonavering. Hurmatli chorva ishqibozlari, sigirimizni ena bola 24 million kami bor. Ko'p emas, ozroq kami bor. Sizlar uchun telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Bizdan shugina mehnat. Sizga qanaqa chorva kerak bo'lsa, bizni kommentariyada yozib qoldiring o'z fikringizni. Biz shunaqa video chiqarishga harakat qilamiz. Albatta qulay narxda. Hammamizning maqsadimiz bitta. Maqsadimiz mablag'imizni ko'paytirish. Bu deganimiz pulimizni ko'paytirish. Pulni men mol qilib olaman. Xo'p, sotmayman deb bo'lmaydi, chunki pul zarur bo'lib qolsa hammamiz sotamiz. Olishdan avval sotishni o'ylab olish kerak. Ishonavering, o'shanda yutqazmaysiz. Mendan oling,
Mana olgan molimda agar olib borib turib, boqib yo boshqa qilib ziyon qiladigan bo'lsangiz, olib kelib bering, pulingizni qaytarib beraman. Ishonavering, pulingizni qaytarib beraman. Mendan olib ziyon qilmaysiz. Xudo xolasa avvalambor yo'q Allohdan. Chunki biron kim mendan mol olib ziyon qildim deb agar bo'lgan bo'lsa, shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada yozsin, shu molimni olib kelib bersin. Qilgan rasxoti bor, yo'l kirasiz. Shunisi bilan pulni qaytarib beraman. Shunaqa sharti bilan beraman. Yana qanaqasi kerak? Aytinglar. Lutfulla Moli kanalidan yana qanaqasini kutishingiz mumkin? Birontasi bormi shunaqa bera oladigan? Viziv tashladim 12 ta viloyatga. Hech kim mendaqa javob bera olmadi. O'zini halollab, pashin terisi bilan topgan puliga olib, molni videoga olib, o'zini kanaliga qo'yib, to'g'risini olgan narxini aytib, pashincha foyda qilyapman deb sotgan odam yo'q. Lekin menda bor. Aytyapman sizga 24 million kami bor. Enasi 4 oylik bo'g'oz. Bo'g'ozlikka ham garantiya. Bo'g'oz bo'lmasa ham meni tanimga. Yemasa, ichmasa, shu molim bo'g'oz bo'lmasa, mana bo'ynimga. Hurmatli chorvachi xizmatlar, shunchalik mehnatimizni qadrlasangiz, like bosing, podpiska bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va ta'ala barakatuh.